Kuz-qish mavsumi keldi deguncha havoning sovib borishi ijtimoiy soha obyektlarida, jumladan maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham isitish tizimidagi muammolarni yuzaga chiqaradi. Ta'lim muassasalarida kuz-qish mavsumiga yetarlicha tayyorgarlik ko'rilsa, o'quvchilar issiq xonalarda ta'lim olishlari mumkin. Agar bunga e'tibor berilmasa, unda yuzaga keladigan holatni tasavvur etish qiyin emas. Bu borada viloyatimizda mavsumga tayyorgarlik ko'rish, jumladan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali uy-joy fondini 2025-2026 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida qator ishlar amalga oshirilgan. Birgina mavsum oldidan Bulung'ur tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi ta'lim muassasalarida ham reja asosida belgilangan vazifalar amalga oshirildi. 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida bo'lim tasarrufidagi umumta'lim maktablari uchun 2846 tonna, maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun esa 871 tonna, jami 3717 tonna ko'mir yoqilg'isi yetkazilgan. Bu borada 1, 6 va 5 maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rilgan. Bugungi kunda bizlar kuz-qish mavsumini talofatsiz, betalofat o'tkazish maqsadida bog'chamizda bir qator ishlar olib borilmoqda. Shu jumladan bizlarga mana shu yili 40 tonna ko'mir zaxirasi berildi. 5 ta ko'mirxonalarimiz mavjud. Har bittasiga 60 kilodan kunlik 300 kilo ko'mir ishlatilyapti. Hamma xonalarimiz issiq, talab darajasida. Xudo xohlasa qishni betalofat o'tkazib olamiz degan maqsaddaman. Bizning bog'chamiz 320 o'rinli bo'lib, hozirgi kunda 285 ta bolamiz tarbiyalanib kelmoqda. Bizlar shu bugunga qadar kuz-qish mavsumi oldidan elektr texnikalarni, quyosh panellarini o'rnatdik, quyosh aristonlarini o'rnatdik. Barcha zarur bo'lgan texnikalarni hammasini ko'zdan kechirib chiqdik. Tomlarni ko'zdan kechirdik. Hamma tarafimiz kuz-qish mavsumiga tayyor holatda. Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 29 ta umumta'lim maktabi, 11 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 84 dona tejamkor yuqori isitish quvvatiga ega isitish qozonlari o'rnatildi. Shuningdek, 8 ta umumta'lim maktablarining isitish tizimini yaxshilash maqsadida 785 million so'm, 3, 10, 16 maktabgacha ta'lim tashkilotlarining isitish tizimini ta'mirlash uchun esa 265 million so'm mablag' ajratilib, muassasalar mavsum shay holatiga keltirildi. 2025-26 yil kuz-qish mavsumiga tashkilotimizda tayyorgarliklar ko'rildi. Bir qancha avvalambor elektr energiyasidan muqobil foydalanishimiz uchun quyosh panellari o'rnatildi hamda suv isitish moslamalari ham tashkilotimizda o'rnatildi. 35 tonna ko'mir zaxira qilingan, 4 ta qozonxonamiz mavjud. O't yoquvchilarimiz tomonidan yetarlicha isitilib kelinyapti. O't yoquvchilarimizning o't yoqish mavsumida, kuz-qish mavsumida o't yoqish uchun xavfsizlik choralari ham ko'rilgan. Elektr simlari xavfsizlikka olingan. Tashkilotimizda 9 ta asosiy guruh mavjud bo'lib, 250 nafar tarbiyalanuvchilar, bolajonlar tarbiyalanadi. Har bir guruhimizda issiqlik tizimi bilan ta'minlangan. Juda ham xonalarimiz issiq. Bolajonlar bemalol yengil formalarda o'tirishib mashg'ulotlar o'tilyapti. Muassasalarda energiya tejamkorligiga erishish, muqobil energiya manbalaridan foydalanish borasida ham birmuncha ishlar amalga oshirilgan. Rejaga ko'ra, bosqichma-bosqich binolarning tom qismiga quyosh panellari va quyosh nurida suv isitish moslamalari o'rnatilmoqda. Bu esa elektr energiyasini tejashda samarali bo'lib, ortiqcha sarf xarajatlarini qisqarishda muhim o'rin tutmoqda. 42 umumta'lim maktabida 610 nafar o'quvchi ta'lim oladi. O'quvchilarni qishning sovuq kunlarida issiq xonalarda o'qishlarini ta'minlash maqsadida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari olib borilib, muassasada hududni obodonlashtirish borasida ham birmuncha ishlar amalga oshirilgan. Maktabimiz 380 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, 2014-yilda qurib foydalanishga topshirilgan va bunda
51 nafar pedagog xodimlar faoliyat ko'rsatadi. O'quvchilar soni esa 609 nafarni tashkil etadi. Ta'lim jarayonini olib borishda barcha pedagoglarimiz sidqidildan o'z vazifalariga yondashadilar. Jumladan, mana ta'lim jarayonini ta'lim samaradorligini chiroyli qilish uchun, maktabda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun pedagoglarimiz sa'y-harakatlari, mahallamiz ota-onalarimizning sa'y-harakatlari bilan birgalikda tashabbusli byudjet loyihasida ishtirok etib, 2 safar g'olibga aylandik va birinchi safargisida 700 million mablag' hisobiga har turdagi inventarlarni qabul qilib oldik. Ya'ni maktab kutubxonasini boyitish, kompyuterxonalarini boyitish, parta, stol, stul, shkaflarni boyitish uchun mana shunday loyihalarni biz yutib oldik. Ikkinchi mavsumda ham faol ishtirok etib, yana shu 700 million so'mlik mablag' hisobiga maktab oshxonasi qurib bitkazildi. Mana hozirgi kunda o'sha oshxonadan birgalikda o'quvchilar bilan samarali foydalanib kelmoqdamiz. Endi 2025-2026 kuz-qish mavsumiga keladigan bo'lsak, bunga 50 tonna ko'mir zaxirasi tayyorlangan, 7 ta qozonxonamiz mavjud bo'lib, hozirgi kunda barchasi ishchi holatida. Ayni kunda har bir qozonxona uchun belgilangan miqdordagi ko'mir yoqilg'isini yoqib kelmoqdamiz. Xona haroratlari talab darajasida. Hali qish mavsumi oldimizda, barcha tayyorgarliklarni biz ko'rib qo'yganmiz kuz-qish mavsumi bo'yicha va mana shu mavsumni biz betalofat o'tkazamiz deb ishonch bildiramiz. Ikkinchi umumta'lim maktabi o'quvchi soni ko'p bo'lgan maktablardan biri sanaladi. Ta'lim muassasasining pedagog jamoasi qish mavsumida sinf xonalarining harorati me'yorida bo'lishi, ta'lim sifatini oshirishga ijobiy ta'sir qilishini inobatga olib, mavsumga puxta tayyorgarlik ko'rib qo'yishgan. Maktabimiz quvvati 1120 o'rinli. Hozirgi kunda maktabimizda 1287 nafar o'quvchi o'qimoqda. Mana ko'rib turganingizdek, bugun 25-26 o'quv yilida maktabimiz to'liq kuz-qish mavsumiga tayyor holatga, shay holatga keltirildi. Bunda 28 ta sinfxonada barcha isitish tizimlarini ko'zdan kechirib chiqqanmiz. Undan tashqari bizda 8 ta qozonxonada 10 ta qozonimiz ishlab turibdi hozirgi kunda. Viloyat hokimimizning 4-noyabrda chiqqan 2025-yil farmoyishi va bo'limda 4-noyabrda chiqqan buyruq asosida maktab buyrug'ini chiqarib, o't yoqishni aynan shu kundan boshlaganmiz. Bizda 65 tonna ko'mir zaxira qilingan bugungi kunda. 6 nafar xodim, o't yoquvchi xodimni ishga qabul qilganmiz. Ular ham ertalab tong sahar soat 5 dan boshlab kelib, mana shu farzandlarimizni, o'quvchilarimizni issiq xonalarda dars o'tishlari uchun o'zlarini mehnatlarini qilib yotibdi. Undan tashqari maktabimizda mana eski bino bor. Uni 2016-yilda qurilgan 2 ta yangi bino faoliyat yuritib kelmoqda. Ularni ham tom qismini yangilab, mana shu yomg'irli, qorli kunlarda, sovuq kunlarda chakka o'tishini oldini olish uchun ko'zdan kechirib chiqqanmiz. Bugungi kunda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun maktabimizda barcha holatlar ko'zdan kechirilib, kamchiliklar bartaraf etilib, shay holatga keltirilgan. Mana shu o'quvchilarimiz, shu yerda istiqomat qilayotgan o'quvchilarimiz farzandlarimizni kelajakda yaxshi bilimlar olish uchun, ta'lim sifatini yuqori darajada bo'lishi uchun qo'limizdan kelgancha mana shu xonalarimizni standartga mos ravishda isitishlar ishlab turishiga va'da beraman. Muassasada o'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni o'zlari qiziqgan to'garaklarga jalb etish, kasb-hunar o'rgatish va sport bilan shug'ullanishni ta'minlash maqsadida qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Tashabbusli byudjet loyihasining o'tgan davrdagi mavsumida yutib olingan mablag'lar evaziga maktab hovlisida mini stadion hamda workout maydonchasi qurilib, maktabning moddiy texnik bazasi mustahkamlandi. Jamoa joriy yilda loyihaning ikkinchi mavsumida ham ishtirok etib, 1 milliard 500 million so'm yutib olishdi.
Endilikda mazkur mablag' evaziga barcha qulayliklarga ega bo'lgan sport zali qurilmoqda. Bu esa o'quvchilarning sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun qulay imkoniyatlarni yaratadi. Albatta, kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish har bir tashkilot va muassasalar uchun muhim vazifa sanaladi. Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi barcha maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari buni chuqur his qilgan holda masalaga jiddiy yondashib, qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rib qo'yishgan.